Bugungi kunda bank tizimida mijoz bilan ishlashning yangicha yondashuvi shakllanmoqda. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra, endi har bir bank vakillari faqat moliyaviy xizmat ko'rsatish bilan cheklanmasdan, balki tadbirkorlarning faoliyatini joyiga chiqib o'rganyapti. Ularning loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali biznes rivojiga hissa qo'shish choralarini ko'ryapti. Albatta, tadbirkorlar faoliyatining kengayishi shu hududda yangi ish o'rinlari ochilishiga va pirovardida oddiy odamlar uchun daromad manbai ko'payishiga xizmat qiladi. Bu kabi yondashuvni bugun Asaka Bank faoliyatida ham yaqqol ko'rish mumkin. Birgina misol Sergeli tumanining Mashal mahallasida faoliyat yuritayotgan tadbirkor Abdug'affor Saidbekov avtomobil o'rindiqlari uchun g'ilof va turli aksessuarlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Mahsulotlariga bo'lgan talab ortib borayotgani sababli u ishlab chiqarish hajmini kengaytirish hamda yangi ish o'rinlari yaratishni maqsad qilgan. Bank mutasaddilari ushbu tadbirkor faoliyatini yaqindan o'rganishi natijasida bu masala qisqa fursatda hal etiladigan bo'ldi. 2024-yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganman. Hozirgi kunda 13 nafar ishchilarni ish bilan ta'minlaganman. Tadbirkorligim asosan mashina o'rindiqlari uchun g'ilof ishlab chiqarish bo'yicha bo'ladi. Faoliyatimni yanada kengaytirish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish maqsadida menga qo'shimcha mablag' kerak edi. Menga zarur bo'lgan 100 million so'm kreditni ajratadigan bo'lishdi. Asaka Bank mutasaddilari tadbirkorning faoliyatini batafsil o'rganib, unga qulay moliyaviy yechim taklif etdi. Natijada tadbirkor o'z biznesini rivojlantirish uchun kredit mablag'iga ega bo'ldi. Saidbekov Abdug'affor holatlari ishlab chiqarish, ularning ishlab chiqarish holatlari asosan avtomobillar o'rindig'iga g'ilof ishlab chiqarish faoliyatidan shug'ullanadilar. Ular faoliyatini kengaytirish maqsadida Asaka Bank mahalla bankirlariga murojaat bilan chiqqanlar 100 million kredit mablag'i ajratishimizni so'rab murojaat qilganlar. Holatlar ko'rib ularni o'rganildi. O'rganish jarayonida ularga shu 100 million kredit mablag'lari bir bank ish kunda ajratib berildi. Asaka Bank mutasaddilari borgan navbatdagi manzil Yunusobod tumani Muruvvat mahallasida ham tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni doimiy ish bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mahallada istiqomat qiluvchi Habibulloh Xayrullayev ham ana shunday yoshlardan biri. U Asaka Bank vakillarining ko'magi bilan mahalladagi sartaroshxonaga ishga joylashdi. Eng muhimi Habibullohning sartaroshlik yo'nalishida mustaqil faoliyatini yo'lga qo'yish uchun zarur kredit mablag'i ham ajratildi. Men yoshligimdan sartaroshlik kasbiga qiziqar edim. Mahalla hokim yordamchisi va bank xodimiga murojaat qildim. Chunki mahallamizda sartaroshxona bor edi. Bu yerdan ustozlardan o'rganib yurardim va mana hozirda ish faoliyatimni boshladim. Mahalla bankiri men murojaatimni ko'rib chiqdi. Men bilan suhbatlashdi va shu yerga mahallamizga ishga joylashtirdi. Bu yerda men ustozlarimdan o'rganib, hozirda ish faoliyatimni boshladim. Bu yerga mendan ishga joylashtirishdan tashqari faoliyatimni boshlash uchun kredit ham ajratib berishdi. Men bu boshlang'ich kreditga sartaroshlik uskunalarimni oldim. Hozir mustaqil o'z faoliyatini boshlaganman, ustozlarimdan o'rganib, hozirda o'z mijozlarim bor. Asaka Bank tomonidan ajratilgan moliyaviy ko'mak yosh tadbirkorning rejalarini amalga oshirishga xizmat qildi. Bugungi kunda u faoliyat ko'lamini kengaytirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va mijozlarni yanada ko'paytirish ustida ish olib bormoqda. Yunusobod tumanida 7 ta mahalla biriktirilgan bo'lib, shulardan bittasi Muruvvat mahallasi. Hozirgi ko'rib turgan mahallalar bu Muruvvat mahallasi. Muruvvat mahallasida asosan ko'p qavatli binolar bo'lib, bu yerda fuqarolarni o'rganib, bizni bu yerda mahalla agenti, mahalla bankirlarini ish bilan ta'minlash, fuqarolarning murojaatlarini o'rganish uchun mahallaga biriktirilgan. Hozirgi kunda o'rganish natijasida bitta fuqaroyimiz haqiqatan ishsiz fuqaro aniqlanib shu mahallada. Unga tadbirkorlar bilan gaplashib, ushbu fuqaroni ishga joylashtirdik. Doimiy ishga joylashtirib va unga boshlang'ich faoliyatini boshlash uchun o'zimizni bank tomonidan 17 million mablag' ajratib berdik. Va u ushbu mablag'ga mahallada o'ziga kerakli bo'ladigan o'sha sartaroshxonaga kerak bo'ladigan anjomlarni sotib olib, mana ish faoliyatini boshladi. Hozirgi kunda o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Guvoh bo'lganingizdek, bunday manzilli yondashuv va amaliy ko'mak berish tizimi joylarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholi daromadlarini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.